Azizlar, amaliyotlarimiz davom etyapti. Bu hamma amaliyotlarimiz Kompas xususiy klinikasida amalga oshiryapmiz. Hozirgi bemorimiz 62 yoshda. Bu bemorimizda qizil'o'ngach diafragma gvijasi. Mana qizil'o'ngach diafragma gvijasi deymiz. Bu o'zi nima bu? Mana shunday bemorda mana biz hali hech qanaqa amaliyot o'tkazganimiz yo'q. Mana qorin bo'shlig'ida mana katta teshik turibdi mana. Shu teshik diafragma gvijasi. Ya'ni bu teshikdan mana oshqozon ko'krak qafasi, ya'ni ko'ks oraliga chiqib turibdi mana. Shu chiqqanligi uchun bemorni bezovta qilgan. Mana buni hozir biz pastga tushiryapmiz. Mana qarang, oshqozonni deyarli teng yarmi chiqib ketgan ekan mana. Pastga tushiryapmiz. Mana fundus qismini ham tushiryapmiz mana. Endi mana shu teshik mana ko'rindi mana, katta teshik mana. Shu teshikni biz yopishimiz kerak. Asosiy amaliyotimiz mohiyati shundan iborat bo'ladiki, ya'ni mana shu oshqozonlarni ajratib, o'z asli holiga tushirib, ya'ni qorin bo'shlig'iga tushirib, mana shu teshiklarni yopamiz mana. Shularni yopganimizdan keyin bemorimizda shunaqa yuqorida kuzatilayotgan shikoyatlar bartaraf qilinadi. Mana shu teshik gvijja mana. Bizni kuzatishda davom eting. Iloji boricha sizlarga shunaqa videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Mana oshqozonni mobilizatsiya qilib tushirdik. Mana oshqozon tushdi. Oshqozonni mana kardial qismi, mana fundus mana tushdi. Tushgandan keyin mana endi katta hajmda o'sha gvijja mana teshik ko'rindi mana. Mana katta. Mana bu tomonda ham katta teshik mana. Mana bu qizil'o'ngach mana. Endi shu teshikni tikib kichkinalashtiramiz. Mana amaliyotimizning yakuniy bosqichi. Amaliyotimiz tugadi. Mana o'sha haligi teshiklar mana hammasi tikib berkitildi. Mana orqa devori mana uchta chok qo'ydik. Mana diafragma oyoqchalarini teshigimiz bekildi. Bu yerda ozginagina qoldi. Bu sababi o'sha yutinganda luqlanadi chetdan mo'tadil o'tish uchun. Oldingi devoriga ham tikdik. 360 gradusda fundaplikatsiya qildik. Nissim usulida. Operatsiyamiz yaxshi bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.